Bu E380 trassası. Bu dodik zapravki. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'mi-salomonmisizlar? Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani 380 yo'li bo'yida avtohalokat sodir bo'ldi. Ya'ni jabrlanganlar yo'q. Damas bilan, ya'ni beda qo'lim ko'ringan Damas bilan Cobalt rusumli avtomashinalar o'rtasida avtohalokat sodir bo'ldi. Ya'ni yurtdoshlar yo'l qoidalariga qat'iyan amal qilishlaringizni va tezlikni oshirmasligingizni so'rab qolar edim. Bugun 25-sentyabr sanasi. Yurtdoshlar kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlash davom eting. To'rtko'lda bo'lgan voqealar bilan batafsil sizlar bilan To'rtko'l sekret kanalida salomat bo'ling. Bu E380 trassası. Bu dodik zapravki. Damas maşını. Taraf